Audi'ni mana bu tizimiga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Tasavvur qiling, yon tomondan mashina to'g'ridan-to'g'ri eshik tomon katta tezlikda uchib kelyapti. Haydovchi tormozni bosishga ham ulgurmaydigan shu bir necha millisoniya ichida zamonaviy Audi A8 shunchaki qotib turmaydi. U tom ma'noda o'zini qalqon qilib, yo'lovchilarni himoya qilish uchun tepaga ko'tariladi. Avtomobil xavfsizligi olamidagi ushbu inqilobiy yechim Audi Presence Sight tizimi va 48 voltli faol osma orqali amalga oshiriladi. Xo'sh, nega mashina zarba oldidan o'zini yuqoriga ko'taradi? Obuna bo'ling, hozir aytib beraman. Statistikaga ko'ra, avtomobilning eng zaif va mo'rt nuqtasi bu uning yon eshiklari va oyna qismidir. Zarbaga qarshi eng qalin va eng mustahkam zonalar esa pastda, shassi, pol qismi hamda yon paroglarda joylashgan. Agar yon tomondan kelayotgan zarba to'g'ridan-to'g'ri eshik o'rtasiga tushsa, kabina ichidagi insonlarning og'ir jarohat olish ehtimoli keskin ortadi. Audi muhandislari bu muammoni hal qilish uchun barcha datchik va radarlarni yagona tarmoqqa birlashtirdi. Agar markaziy kompyuter to'qnashuvni muqarrar deb baholasa, u zarbaga atigi yarim soniya qolganida faol gidroelektromexanik privodlarga buyruq yuboradi. Mashinaning aynan zarba kelib tushadigan tomoni ko'z ochib yumguncha 8 santimetrgacha ko'tariladi. Natijada kelib urilayotgan mashinaning burni yupqa eshikka emas, balki ancha mustahkam bo'lgan po'lat ostki parog va pol konstruksiyasiga uriladi. Bu aqlli sakrash kabina deformatsiyasini sezilarli darajada kamaytiradi va yo'lovchilarning tanasiga tushadigan zarba yukini 50% gacha pasaytirib beradi.